Bo'stonliq tumani Burchumilla qishlog'ida 20 sotuvli yer sotilyapti. Kadastri 6 sotuvga chiqqan. Bu 10 tarafdagi qo'shnilar bo'ladi, xudo xolasa. Sotib olganinglardan keyin albatta ko'ringlar mana. Asal arzon bo'ladi, tekin. Bu yerda qo'shnilar dacha qilganlar bular. Juda yaxshi dachalari. Kadastr shu binoga chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Shu bino. Yer tekis joyi taxminan shu 6 sotuv, 5,5 sotuv chiqadi. Mana bu to'g'ridagi inshootlar ham shu yer egasiga qarashli, hujjatlarida bor ekan. Tabiatni ko'ringlar. Mana shu to'g'ridagi tog' Tianshan tog'i bo'ladi. Tianshan tog' tizmalaridagi tog' bo'ladi. Prirodasi hamma tarafdan ochiq. Agar 1 metr yana mana shu baland bo'lganida, yana naves qilsanglar, albatta Chorvoq suvi ko'rinadi. Hozir daraxtlardan ko'rinmayapti. To'g'risini aytsam, barglar to'sib turibdi. Sal balandroq bo'lganida suvlar ko'rinadi. Tabiati lekin juda ham chiroyli. Yerni mana sizlarga anaqasini ko'rsataman. Mana shu yerda yo'lgacha bo'lgan. Nariyada shlakoblok bor. Shu yerdan mana shu orqasidan o'tgan. Yo'l ikkita, mana katta yo'l bu Burchumillaga shunday kiraverish yo'li. Mana bu yoqdan ham yo'l bor. Sal mana bu teparog'idan yo'l bor. Narxini 50 ming deyaptilar. Kelsanglar yana ozgina kami bor. Odamlarni ko'ringlar, qattiq dam olyapti. Tepaga chiqib daraxt tagida piknik qilib o'tirishibdi.